Nima deyishim kerak? Gapirmasang gapirma, ketaman. Shoshma, Shahina. Bu yerda boshqa gap bo'lishi kerak. Yaxshimisiz? Uzr, sizni ham bezovta qildim. Nimaga chaqirdingiz? Gapiring, shoshyapman. Sizda gapim bor edi. Xo'sh, Siz Shahinaning dugonasiz-ku, to'g'rimi? xonadoshmiz. Xonadosh. Shahina haqida bilmoqchi edim. Men nega sizga Shahina haqida nimadir aytishim kerak? Agar menga aytsangiz, sizga telefon berardim. Uydagilaringiz bilan gaplashib olardingiz. Voy, telefoningiz bormi? Sekinroq. Menda masbur joyda bor. Xo'sh. Nimani aytishim kerak? Xullas, Shahina shohlikni yaxshi ko'radimi? Bilmasam. Balki yaxshi ko'rar. Balki yaxshi ko'rmas. Men ham bir narsa so'ramoqchiman. Xo'sh. Shohrux Shahinani yaxshi ko'radimi? Shahina Aytmoqchimanki, shunaqa ko'rinadi-da. balki yaxshi ko'rar. Balki yaxshi ko'rmas. Lekin bunaqa bo'lmasligi aniq, chunki men bunga yo'l qo'ymayman. Mayli. Sog' bo'l. Mayli. Nima? Gaplashmoqchimiding? Ha, gaplashmoqchiman. Ha, o'zing giroymisan? Ha, mushik. Mana, payti keldi gaplashishga. Payti keldi. Bo'ldi. Xos-xosdan. Ko'rsat! Menga qara. Senga nima bo'lyapti? Nega mendan shubhalangan bo'lib qolding? Shubha? Men sendan shubhalanganim yo'q edi. Shubhalanib yurganingni sezib yuribman-ku sher. Nima bo'lyapti o'zi? Sen meni qizimga ko'z olaytirding. Nima? Sen kim haqida gapiryapsan? Shahinani aytaylik. Agar Shahina meni tanisa, sen oramizga tushmaydi. Nima? O'sha kuni meni Shahinaga qaradi demoqchimisan? Unda nima? Adolatga qaraganmiding? Shunaqa. Shunaqa. Uzildi. Ma. Berch telefoningni? Telefonni. Ha. Gaplashing kelyapti. Ha. Tashqariga chiqsang gaplashasan. Adolatda telefon yo'q-ku. Ertaga tug'ilgan kun. Qani? Ha.
Esimda ketdik.